O'zbek oilalariga bayram uchun muhim sabab kerak emas. Ular uchun yangi mashina ham katta bayram. Ada, akam keldimi? Ko'rolman. Oyijon bola. Voy morolar bo'lsin, sinchsin o'zimga dashurasizlar. Asjon qarindoshlar o'rtasida. Ha, kelinglar. Ha bu jiyan bo'lib ammajoying katasa qildirib kel. Kechirasiz. Birinchi bo'lib tuqqan onasini aylantirib kelmaydi mabodo. Ada, haydab aylantirib keling, oyimmi? Reja, men mashinaga qiziqmayman. Onangni o'zini aylantirib ko'r. Chiq sana. O'tiring, oyim. Xotiningizga ham nasib qilarmikin o'tirish? Kasabni ko'r, ahvoli ko'rasizlar, mehmonlar bor. Ha, o'tiringlar. Прикид жестокий, уровень самый высокий, был ставку стойкий. Спойлерlar передний, задний, ближний, дальний, фарala хрустальный. Moshinda qolsin mashinang. Ay, oyog'i teyapti dedim, yomon gapirmadimi? O'zi bitta opam bo'lsam, bu seni jiyaning bo'lsa yeb qo'yarmidi mashinangni? Qiriladi. Uchachakigida. Tog'ayni mashinasiga boshqa o'tirmalaring to'xtab tushamiz. To'xtab. Abbo! Ada, hamma o'tiring, bitta haydab ko'ring. O'zingga bersin, zo'r mashina ekan. Bor, xolalaringni aylantirib kelsin, ichimdan ko'ri. Azgina chehringni och. Bugun o'tiramanmi o'zi ish qilib? Ha, xotirama o'tirasan shu mashinaga. Voy adasi, qarang jiyanim qanaqa zo'r mashina olibdi. Bu nima mashinasiz jon? Cherry Ariza 6 Pro. Ana, siz ham shunaqa mashina olishingiz kerak-da. Ha, pochcha kamroq siz olasiz. Qachon ovasingni? Ekranlari bor ekan, konditsionerlari bor ekan. Qo'shini ekan stinalar. Qarayman bularchi elektronik bir nimalar bor ekan. Mahallam bolalariga hazil bo'l, aro bor. Buni hadovoylari zo'r ekan. Naqdga oldingmi? Yo'q. Hozir bu mashinani 25% boshlang'ich to'lov bilan 60 oygacha muddatli to'lovga olsa bo'ladi. Shunaqa oldim. Zo'r boplabsan. Ada keling, bitta o'tiring. To'xta. O'g'lim, yaxshi niyat qilib mashina olibsan. O'zingga buyursin. Aytdimmi men senga qiziqmayman deb. Mana ada. O'tiring. Qoch. Butun mahalla chiqib bo'ldi shu mashinangizga. Xotiningizdan boshqa. Ay, yur. Voy, ketdimi? Shunda bolalantirib keling. Hop, yur. Ertasi kuni bo'lsa, Oyim mashina qani? Aday haydab ketdilar Samarqandga amaqing bilan. Oy. Haydayman dedilar. Menga. Nima qilaman? Ichini pinhon. Ada boshqasiga olaylik. Va keling. Kattasi bo'ling, bolalar bor ekan.